Andijon viloyati imom xatiblarining Yangi O'zbekistonni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lamiz tashabbusi doirasida o'tkazilayotgan amaliy seminar yig'ilishining navbatdagisi 2026-yil 22-yanvar kuni Asaka tumanidagi Fayzobod jome masjidida o'tkazildi. Seminar yig'ilishining tashkiliy qismida Andijon viloyati vakilligi rahbariyati, tuman shaharlar bosh imom xatiblari, Asaka tumanidagi masjidlar imom xatiblari, noiblari, otinoylari hamda Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari ishtirok etdilar. Ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2025 ziyoratchisini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etib, birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlarga kirib, u yerda yashayotganlardan hol-ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar. Taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 80 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 30 ta oilaga, umumiy hisobda 110 ta oilaga kirilib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek, tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 14 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi. Sovg'a-salomlar berildi. Davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari tarqatildi. Ular orasidan o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatibi faoliyati o'rganildi, jumladan ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra, masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligidagi masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga ma'ruza qilib berdilar. Tinchlik ne'mati, shukronalik, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, husn-u xulq, qo'shnichilik odoblari, mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzudagi chiqishlarda 5515 nafardan ortiq tinglovchi qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Asaka tumani imom xatiblarining ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi.